2025 yilgi Chevrolet Impala zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va qulay haydashni birlashtirgan katta sedan sifatida e'tiborni tortadi. Ushbu model tashqi ko'rinishida aerodinamik chiziqlar, keng old panjara va LED faralar bilan yanada sportiv va zamonaviy qiyofa kasb etgan. Keng kuzov o'lchamlari avtomobilga yo'lda barqarorlik beradi, ichki makon esa oila va uzoq safarlar uchun yetarlicha qulaylik yaratadi. Salon yuqori sifatli materiallardan ishlangan bo'lib, ergonomik o'rindiqlar haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal komfortni ta'minlaydi. Old panelda katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto bilan mos keladi. Bu esa smartfon funksiyalaridan xavfsiz foydalanish imkonini beradi. 2025 Chevrolet Impala texnik jihatdan ham kuchli ko'rsatkichlarga ega. Avtomobil zamonaviy benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va shahar hamda magistral yo'llarda qulay boshqaruvni taqdim etadi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Bu esa haydash jarayonini yanada sokin qiladi. Tormoz tizimi esa xavfsizlikni oshirish uchun zamonaviy elektron yordamchilar bilan to'ldirilgan. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Impala 2025 yuqori darajani taklif etadi. Avtomobilda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari, barqarorlikni nazorat qilish tizimi, favqulodda tormozlash, kor nuqtani ogohlantirish va yo'l chizigini saqlash kabi funksiyalar mavjud. Ushbu texnologiyalar haydovchiga murakkab vaziyatlarda yordam beradi va yo'lovchilar xavfsizligini oshiradi. Shuningdek, orqa kamera va parkovka sensorlari tor joylarda mashinani oson boshqarishga yordam beradi. Ichki qulayliklar orasida 2 zonali iqlim nazorati, isitiladigan va sozlanadigan o'rindiqlar, keng bagaj bo'limi va jim salon alohida ajralib turadi. Bu xususiyatlar 2025 Chevrolet Impala'ni kundalik foydalanish uchun ham, uzoq safarlar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi. Multime